Assalomu alaykum, Zani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimizni Xudo xolasa Chorvoqqa yetmasdan o'ng qo'lda Qoronqul degan tepalikda, tog'ning tepasida mahalla bor. Hop, dachamiz sotilyapti. Kadastrda jiloy, dachni emas, hovli. Uy hisobida, lekin dacha qilib foydalanishadi. Trassa taxminan o'sha yerda. Qardan ke'rishimizda to'g'ri mana Chorvoqqa qarab tushib turamiz. Ko'rayotganimizni Aytik masjid. Mana shu ko'chadan kirib ketinglar, to'g'ri mana shu tepaga qarab tushib ketinglar. To tepadan ham bitta video qilib beraman. Ko'rasizlar. Pastdan lokatsiyani tushuntirdim. Shu yerdan tushuntirdim sizlarga. To'g'ri mana Bochiga ketadigan trassa. Mana yangi qurilayotgan masjidimiz Hay tekstilda qurilyapti. Shu yerdan shunday chiqasizlar, tepalikka qarab to'g'ri kelsanglar, o'z 4 ta 5 ta ko'cha bor. Shunda kirib ketasizlar ichkariga, 4-ko'chani oxiri tupikida. Mahallani ko'ryapsizlar, polni elitli, zo'r joyda joylashgan. Havo prosta super. Ichkarilarni bitta ko'ramiz. Quyosh masjidga qarab botadi. Juda manzara, shamolli koridor o'zi masjiddan ekan, to'g'ri kelib hovliga kirar ekan. Hovlimiz shundoq qiyali, tog'ning tepasida joylashgan. Juda ideal, juda zo'r. Hoji onamga, hoji dodamga olib beradigan joyi. Okam, opam, singlim, ukam pulni etga-betga ishlatmaydi. Olib bersangiz kelib yozda, qishda maza qilib o'tiradigan joy. Hamma imkoniyatlari qilingan, tayyor hovli, dacha. Bu yerda mana skameykani qo'yib qo'yishar ekan. Kechasi men o'zim o'tirdim, to'g'risi. Shunaqa miyalaringiz dam oladi. Xo'p, ko'chamiz tupik. O'zi taxminan bir 4 ta ko'cha bor ekan. Bu yerda 4 ta dona mahalla. Kirishni hozir sizlarga bitta tushuntirib o'taman. Videoni orasiga qo'shib ketaman. Katta ko'chadan qatdan kirib chiqilishini. Dachamiz, yoniga ham bitta yangi dacha qurilyapti. Bu hovlimiz. Sotuv keladigan bo'lsa, 6 sotuv menimcha zahvat ham bor. Ko'cha ko'ryapsizlar, qo'ni-qo'shnilar bor. Masjidda bir ikkitasi dacha qilib foydalanar ekan, qolgan hammasi o'zining joyi. Xullas joy juda zo'r, ideal, tayyor kirib yashayveradigan joyi. Hovliga kirar ekanmiz, ikkita mashina bemalol sig'adi. Paltara qilib qurilgan, podval, birinchi etaj, mansarda. Cheti giraylana uy, etek qismiga uy qilingan. Ko'rsatib o'taman. Suv, svet, gaz, internet hamma narsa bor. Bu yoqdan hovlining yoni, uyga kiriladigan eshigi betda, bolalar maza qilib cho'milyapti. Buloqning suvi betda, o'zi tabiiy buloq chiqqan ekan. Bu yog'imiz yashil hududga ega, ko'rayotganinglardek. Ko'rib turganinglardek, bu yoqqa besetka qilingan. Bu yerda o'tin saqlaydigan joyimiz bor ekan, o'choq uchun. Atak pastda gazimiz bor. Hop. Besetkaga stol-stullar qo'yilgan, kachaylarimiz bor. Tashqariga, ichkariga qo'ysanglar bo'ladi. Polni o'ralgan, chiroyli qilib qilingan. Hovlini ko'ryapsizlar, kattagina, zo'r, ideal. O'zimni bolalarim cho'milyapti hozir chetda maza qilib. Hop, u yoqda hojatxonamiz bor. Ikkinchi qavatda bitta yotoqxonamiz bor. Video davomida hammasini ko'rsatib ketaman. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar, maslahat beraman, maza qilib yuboradigan joyi. Ko'rib turganinglardek, tolli, juda eski, ancha yillik tol ekan. Bu yog'imiz letniy kuxnya, o'choq qozon bor, suv postoyanna bor. Tandirlargacha qo'yib qo'yibdilar, akam. Mana hovlini ko'rasizlar. Qo'shni dacha quryapti, hovli quryapti o'ziga. Xullas maslahat beraman, videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Men sizlarga etek qismini bitta ko'rsatib o'taman. Keyin uy ichilarini ko'rsataman, narxini videoni oxirida xudo xolis aytaman. Arzon,
qimmat chiqarmayaptilar. Premliy narx. Fontan, hamma gazonga fontan qilingan. Yoqib qo'ysanglar, sepilib turadi. Juda zo'r. Eng zo'r joyi mana shu yerda. Shu etib o'tganimda ko'rasizlar, polniy qir. Havo mashitdan, shoboda chetdan kirar ekan, koridor. Shamolli koridori deymiz. Yozda ham, qishda ham ideal, svejiy havo bo'lib turadigan joy. Joylarni bitta ko'ramiz. Sizlar albatta meni qo'llab-quvvatlash maqsadida like va podpiskani unutmanglar. Glavniy binoyimizga kiradigan eshigimiz. Xo'p. Birinchi qavatga chiqadigan zinamiz va paltaraq qurilgan podvalga tushadigan zinamiz. Zinan tagidan unumli foydalanilgan shkaf qilingan va kuxnyasi, yozgi kuxnyasi, qishki kuxnyasi. Zimniy letniy deymiz. Oynalari bor, havo olish uchun juda zo'r qilingan. Mebellari, texnikalari yaxshi holatda turibdi. Yonginasida o'tiradigan joy qilingan ekan. Bemalol qishda bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Juda unumli qilingan joylardan unumli foydalanilgan. Bu yerda ham oynasi bor. Bu yog'imizda jakuzi vanna qo'yilgan. Sababi mana oyna bor havo olish uchun. Dushovoyi bor. Rakinasi bor. Hojatxona, kotelniy xonamiz bitta mashta joylashib ketgan. Saunamiz bor. Mana finskiy sauna. Tayyor ishlaydi, xudo xolisa. Kelasizlar, foydalanaverasizlar. Elektronli va ko'rib turganingizda hojatxonasi, tahoratxona, kotelniy xonasi joylashgan. Zo'r, hamma joyda unumli foydalanishgan ekan. Birinchi qavatni bitta ko'ramiz, keyin ikkinchi qavatni mansardasini ko'rsatib ketaman. Birinchi qavatga chiqib oldi. Ko'rib turganingizdek zina va mansardaga chiqib ketadigan zina. Hol kattagina divan qo'yib qo'yilgan, Wi-Fi'lari bor. Suv svet gazdan xudo xolisi muammo yo'q, aytib o'tganimda. Televizor ko'rib o'tiradigan joy, dam olib o'tiradigan joy xullas. Bu yerda bitta родительский spalni, buni eshigi hozir quplab turgan ekan. O'shanga video qilmadim. Общий sanuzelimiz bor. E'tibor bersanglar, birinchi podvalimizda ham hojatxona bor va birinchi etajda ham hojatxona, ham dushovoy kabina qilingan, raklinlar qo'yilgan va bolalarga mo'ljallangan yotoqxona. Oynasi oldi shu ko'chamizga qaragan. To'g'ri ko'rinib turadi. Juda zo'r, havo juda zo'r aylanadigan joy ekan. Bitta shunisiga e'tibor berdim men. Havo juda zo'r. Shoboda kirib keladigan koridorda joylashgan ekan hovlimizni. Dachamizni ham hovlimiz deyman, ham dachamiz deyman. Shoboda shunaqa zo'r bo'lar ekan. Yozda maza qilib o'tirasiz, qishda ham maza qilib o'tirasiz. Eng kerakli birinchi keladigan kislorod, toza havo mashga kirib, keyin uyoqqa ketar ekan. Bu qismimiz uje mansarda bo'lyapti. Mansardamizdan unumli foydalanilgan holda zinalari ham zo'r chiqqan ekan. Joylarda ekonom qilib bilyardli xona qilib qo'yishgan ekan. Dam olib o'tiradigan xona, kamillari ishlaydi. Bemalol qishda foydalansa bo'ladi. Bilyardli stulga keladigan bo'lsa, yaxshisini qo'yib qo'ygan ekanlar. O'zim o'ynab ko'rdim. O'zim bilyard kishxozman. Televizor iladigan joyi bor. Mana 18 talik konditsionerlarigacha bor ekan. Gir aylana ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, oynasi gir aylana bo'lib tushgan, yorug'li ochib qo'ysanglar yetarli darajada zo'r chiqqan. Dacha akkuratni, zo'r, betimiz jiloy, dachni emas, bemalol hovli sifatida foydalanadigan joy. Qaranglar, zo'ra. Hammaga nasib qilsin shunaqa hojonaga, hojidodaga bitta dachani olib berib, bitta hovlini olib berib, yoz kunlari bekorchi vaqtda, qish kunlari bekorchi vaqtda olib chiqib shunaqa joylarda dam olish hammaga nasib qilsin. Narxiga keladigan bo'lsa, etek qismini bitta ko'rsataman. Etek qismida xudo xolisa etib o'tib ketamiz. Sizlar ungacha like, har doimgidek podpiskani unutmanglar. Hovlimizni etek qismidamiz. Hovlida dachamiz hovlimiz deyman. Yashil hudud juda katta.
Xo'p, daraxtlar bor. Gulos, shiponka, guloslar ham pishyapti. Guloslar ham bor. Xo'p, etek qismimizda katta ayvon qilingan. Zo'r joyni aytaman, hozir o'tiradigan joy, tapchan qilib qo'yishgan ekan. Mana bu yerda razvijnoy oyna qilingan. Buni ochib qo'yasizlar keng qilib. Qaranglar. Ana. Priroda. Zo'r joy masjidda, fishkasidan bitta, katta fishkalaridan. O'zi hamma yoq fishka qo'yatibdi. Zo'r joy shu ekan. Televizor iladigan joylarigacha, kabellarigacha olib qo'yishgan. Bitta xona qilingan. 5 ta kravat, konditsioner, shkaflari bor. Bemalol odam joylashsa bo'ladi. Qaranglar, zo'r chiqqan. Va bolalarni basseynda pastda cho'milishyapti. Yop-yoriqqina, xudo xolasa, ko'nglingiga, bag'ridiligiga yoqadigan joy kelib ko'rsanglar, maslahat beraman. Kelib bemalol любой время telefon qilsanglar, men vaqtini kelishtirib beraman. Ko'rsatadigan odam bor bu yerda pastda. Faqat dam oluvchi bo'lib qolmasa mabodo. Dam oluvchi deganimda ham qarindosh uruvchi qadaslanmay, pashti begina qo'yilmaydi. Shuni hisobiga telefon qilsanglar, odam yo'q paytda bemalol kelib ko'rib, xudo xolasa keyin shaharda ko'rishib baraka qilsa ham bo'ladi.